Guys, hammaga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Demak, 1+1 loyihasida men o'qituvchiman bu yerda. Demak, birga ko'ryapsiz, 4 o'qituvchi birga qilyapmiz. Bugun sizga nasib bo'lsa hayotingizdagi unutilmas darslardan bittasini o'tib berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Bu yerda meni ko'pchilik tanisa kerak, lekin agar tanimaydiganlar bo'ladigan bo'lsa, bir og'iz o'zim haqimda aytib ketaman. Men ham shu bitta online teacherman. 2021 yildan beri kanal yuritaman. 2022 yildan beri уже mana 3 yil bo'lib qolibdi ekan. Уже onlayn dars berib kelyapman. Shu boshqa gap yo'q. Xo'p, qolganini dars bo'yida gaplashib ketaveramiz, okay? So, hammasi joyida bo'lsa, meni ovozim, ekranim, o'zim ko'rinayotgan bo'lsa, kommentariyaga bitta baqlajon deb yozib qoldiringchi. Ana undan keyin darsni boshlaymiz, guys. Let's go. Qotyapti-da, qotadi agar sizda internetingiz yomon bo'ladigan bo'lsa, guys, okay? Chunki bu stream, bu siz xuddi kino ko'rayotgandek bo'lasiz va orada 5-7 sekund raznica bor, okay? Ya'ni men sizga aytayotgan gapim 5 yoki 7 sekund kech boradi, bu sizda internetingizga bog'liq. Agar internetingiz chotki bo'layotgan bo'lsa, raznica iloji boricha kam bo'ladi. Agar internetingiz yomon bo'ladigan bo'lsa, sizga sal kech yetib borishi mumkin, okay? So, nega aynan baqlajon? Bilmayman, bugun baqlajon salat yedim obedda. Okay. Great. Hammada qotyaptimi yoki mendami? Guys, qotadi. Agar internetingiz yomon bo'lsa, harakat qiling yaxshiroq internet topishga. Okay? So, great. Zo'r. Ovoz past emas, ovoz normal, I guess. Agar past bo'ladigan bo'lsa, zo'r. Ketdik. Great. Okay, welcome everyone. Demak, bugun siz bilan reading da multiple choice hamda general comprehension ni ko'tarishda yordam beraman. Okay. Guys, qarang. Reading band 9 technique deganda nimani tushunasiz? Kommentariyaga mana shuni yozing. Reading band 9 technique masalan, qayerdadir mana shu yozuvni ko'rib qoldingiz. Reading band 9 technique. Mana shu reading band 9 technique deganda nimani tushunasiz? So, I don't know exactly. Comprehension, tushunish, anglash, analiz qila olish, reading to'qis texnikasi. Tarjima emas, ana 40 tadan 40 ta uradigan taktika. Sizda bor narsa. Having specific method for each type of question. Okay. Tekstni deyarli tushunadi. Hech narsa eshitilmayapti. Magic technique, vocabulary, comprehension, understanding, tekstni tushunish 40 tadan 40 ta. Okay. Sizlarga bitta narsa aytaman. Reading band 9 technique, okay. Bu 3 ta kurs sotish va odamlarni aldash uchun ishlatiladigan so'zlar, okay? Hech qanaqa reading band 9, band 8, band 7, band 5 texnik degan narsani o'zi yo'q, okay? Mana shu narsaga kelishib olaylik. Hozir mana qarang-da. Men reading band 9 texnik deb kanalga yozganimdan уже boshida nechta edi? 920 ta odam edi, birdaniga 1030 ta kirdi. Nimaga? Odamlar birdan kirdi-da. Hozir mana shunaqa reading band 9 texnik degan narsani tushuntirib berar ekan deb birdaniga kirdi. Aslida bunaqa narsa yo'q, okay? Men sizga hozir o'sha band 9 olayotganlarni sirini aytaman. Bu siram emas. Siram deb bo'lmaydi, okay? Xo'p, ketdik. Qarang. General English, general comprehension reading multiple choice. Mana shu ikkalasini ko'ramiz. Demak, agenda shu. Keling ko'ramiz. General reading comprehension o'zi nima? Men sizga hozir aytganimdek, hech qanaqa texnik sizga yordam bermaydi, okay? Hech qanaqa texnikda o'zi yo'q. Savollarni qilish usuli bor, lekin mana masalan oldin tekst o'qiymi, keyin savollarni yoki oldin savollarni o'qiymi, keyin tekstmi? Bu narsa bor-ku, vocabulary'si beton odamga hech qanaqa farqi yo'q. 2:15 1:30 bo'lib ketaveradi, okay? U yoqda ham, bu yoqda ham bir xil bo'lib ketaveradi. Demak, qarang, sizga birinchi kerak bo'ladigan narsa bu vocabulary. Oralaringizda vocabulary yodlashni yomon ko'radiganlar bitta plus qo'yingchi kommentariyaga. Vocabulary yodlashni yomon ko'radigan yoki bo'lmasa umuman yodlashni har doim kechiktiradiganlar.
1, 2, 3, minus. Okay. 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 Menda o'sha. Okay. 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 Tak, shu post kommentida yaqin 1-2 yilda 1-2 yilda IELTS olmaydiganlarni topishingiz mumkin. Guys, painful. Lekin vocabulary yodlamasidan readingizni hech qachon oshira olmaysiz. Bu oddiy narsa. Qarang. Hech qanaqa bir magic texnik yo'qki, ana u readingning ichidagi qanaqadir bitta yangi so'zni sizga ma'nosini tushuntirib qo'ysa-da, siz mana bu yerga qaysidir savolga javob berasiz. Bu vashshe bo'lmag'ir narsa-da, tushunyapsizmi? Vocabularingiz oshadi, tarjimani tushunasiz, ma'noni tushunasiz, mana bu bilan match qilasiz, уже bo'ldi. Siz to'g'ri javobni topdingiz. Okay? Hozir men darsda oxiriga sizga consistency hamda reading 8+ uchun kerak bo'ladigan plan haqida gapirib beraman. Mana bu sizga general readingga yaxshigina yordam beradi. Qarang, bugun sizga multiple choice haqida aytmoqchiman. Multiple choice. Qarang, ikki xil usul bor-da. Birinchisi oldin general readingni oshirib, keyin IELTS boshlash. Okay. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, faqat IELTS reading qilib qotib qolish. Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, ham general Englishni oshirib, ham IELTS reading ustida ishlash. Xo'p, qaysi ma'qul sizga? Kommentariyada yozingchi. Mana qarang, birinchi turdagi o'quvchilar qanaqa? Birinchi turdagi o'quvchilar tilla o'quvchilar. Bilasizmi nimaga? Ular qaysidir bitta test uchun hech qachon kitob o'qimaydi. Tushunayapsan? Masalan, IELTSdan readingimni oshirishim kerak. Obke qani men bu yoqqa nima edi o'zi bu? Atomic Habitsmi? Qayerga o'qiylik qani demaydi, tushunayapsizmi? Ular yoshligidan 7 yosh, 8 yosh, 10 yoshidan kitob o'qish habitini shakllantirganda, o'sha vocabulary zapasi ham ancha, readingi ham normal. Ularga texnika kerak emas. Shuni qaraydi, tushunadi, javoblarni bu yozib tashlaydi, bo'ldi. Tamom. Agar siz mana shunaqa bo'ladigan bo'lsangiz, bu darsning keragi ham yo'q sizga, guys, okay? Lekin aniq bilaman, sizda bunaqa emas, chunki biz birinchidan o'zbek oilada katta bo'lganmiz. Ikkinchida kitob o'qigan bo'lsangiz ham u o'zbek tilida bo'lgan, misol uchun. Endi ikkinchi turdagi odamlar faqat IELTS reading qilib qotib qoladiganlar qanaqa? Qarang. Shunaqa odamlar bor. Cambridge kitoblarini hammasini tugatganman. Ustoz deydi. Lekin reading 6,5 dan oshmaydi. Bormi kommentariyada shunaqalar? Cambridge 3 dan 18 gachani tugatganman. Treynerlarni tugatganman. Official guidelarni tugatganman. Bir 50 tacha praktik kitob sanab tashlaydi, lekin 6,5 da qotib qolgan. Bormi shunaqalar oralaringizda, guys? Me. Recording bo'lyaptimi? Yes, bor ekan. Me. Okay. It's actually about me. Okay. General Englishni bidon qilish kerak. 14 gacha tugatganman, lekin hali ham 6. Zo'r. Okay. Men edim, hozir emas, IELTS Max'chiman, aylanib ketay. Great. Menda vocabulary yaxshi, lekin time management yomon. Time managementdan vocabularyga qarab ketadi. Buni ko'rsataman sizga, guys. Okay. Ulgurmay qolyapman. Sekin ishlashga. Okay. Are you drinking beer? No, it's not beer. It's just my coffee. Don't worry. I mean, I didn't have enough sleep. That's why. Something has to wake me up, you know. Teacher, men teskari ham kitob o'qiganman, lekin normallik ketyapti. 3 marta Cambridge. Okay. Zo'r. Ketdik. Davom etamiz. Men sizga hozir, guys, mana bu narsani ko'rsatib beraman. Ham General Englishni yaxshilab, ham IELTSni ko'tarish, okay? So, let's go. Demak, guys, qarang. Oldindan men sizga bitta narsani aytib qo'yay, okay? Bu oson narsa emas. Bu miyani qiynaydigan, okay? Miyani ishlatishga yoki ishlashga majbur qiladigan usul. Agar miyangiz og'risa, sekin darsdan chiqavering, okay? Lekin 100% foyda beradi, men gapimga javob beraman. Qarang.
Readingda mana bunaqa narsalar bor. Sizga matching qilishingiz kerak bo'ladigan savol turlari bor-ku. Bu endi umumiy general comprehension uchun ketadigan narsa. Matching savollari bor. Nima? Matching features bor. Bu narsani bilasiz. Multiple choice bor. Unda nima qilishingiz kerak? Oradagi 4 ta variantdan bittasini tanlashingiz kerak. Ana undan keyin matching headings bor. Buni ham bilasiz. Qarang guys. Muammo nima o'zi? Muammo oddiy. Matching featuresda sizga har doim 5 ta yoki 6 ta options bo'ladi. To'g'rimi? Multiple choice'da sizda har doim 8 tadan 10 tagacha options bo'ladi. That's okay. Multiple choice'da har doim 4 ta option bo'ladi. You know this. Matching headingsda bo'lsa 8 tadan 10 tagacha options bo'ladi. Qarang, muammo aslida nima? Muammo. Siz o'zingiz bilmagan holda miyani dangasa qilib qo'ygansiz. Qaysi ma'noda? Keling ko'rib chiqamiz. Multiple choice yoki matching heading. Bizda paragraf A bor masalan, okay? Paragraf A da o'sha bir nimalar yozilgan, qarochi, bu bitta text, okay? Ya'ni butun boshli bitta paragraf. Siz matching qilayotgan paytingizda taxminan mana bunaqa narsa bo'ladi. Paragrafni boshidan oxirigacha o'qib chiqasiz. Boshidan oxirigacha o'qib chiqqaningizdan keyin miyada ikkita narsa turadi. Birinchisi, vaqtim yetmaydi. Tezroq qilish kerak. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, davay bitta javobni tanla-da qo'y. Kimda shunaqa bitta plus qo'ysin kommentariyada. Men ozgina kutaman, chunki orada 5 sekundlik pauza bor. Multiple choice'da ham, matching headingda ham mana shunaqa. Siz chuqur o'ylashga, readingni yaxshilab tahlil qilishga, vaqt sarflashga qizg'anasiz. Shu bitta o'qiysiz, yana bitta o'qiysiz. Endi shop-shop bobolarim deysizda, ketdi Amur Temurni ruh qo'llasin deysizda bosaverasiz. Ikkinchisi bor, lekin menga bir yo'q. Okay. Brother, I liked your hairstyle. Oh, thank you. You are the first person to tell that, you know. Qiyin, erinib ketaman yarmida. Boshi bilan oxir o'qiyman, endi yaxshilanyapti. Okay. O'qib bo'lgandan keyin nima o'qiyotgan u yerda tursin, qayerda? Okay. I used to do that before, but now. Okay. Umumiy ma'nosiga qarayman bo'ldi. Savolni tushunmay qotib qolish. Okay. Vaqt va shek. Asosan to'g'ri emaslarni chiqarib tashlayman. Zo'r. Guys, problema multiple choice'da ham shunaqa. Multiple choice nimaligini bilasiz? Ya'ni bu oddiy test. Bizga savol beradi. Savoldan keyin tagida 4 ta option beradi. Xo'p, siz o'sha 4 ta optionda prosta tak bittasini tanlash kerakligi uchun tanlab ketasiz va bu juda ham yomon. Endi nima qilish kerak, guys? Qarang. Oddiygina narsa. Bu bizga your variation texnique qarochi. Qarang. Nima qilishingiz kerak? Multiple choice ishlayotganingizda bu general readingizda beton qilib beradigan approach. Faqat guys, men javob beraman. 2 oy ichida agar xuddi mana shu texnikani ishlatadigan bo'lsangiz, 5-5.5 da qotib qolgan bo'lsangiz agar, bemalol 7 plusga chiqasiz. Meni o'zimni o'quvchilarim mana shu natijani qilgan. Okay? 2 oyda tinmasdan har kuni 60 kun 5-5.5 dan 7 plusga chiqqan. Faqat mehnatni qilish kerak. Okay? Keling ko'rsataman, nima qilasiz? Qarang. Kimni bolasi yig'layapti? Jiyanimniki. Jiyanim yig'layapti. Prove it. Okay, I will. Men uchun ekan, faqat menda bir oy bor. Okay. Guys, qarang. Oddiy narsa emas bu. Qanaqadir texnika narsa emas. Qarang. Savolni o'qiysiz, savolni tushunasiz, okay? Ana undan keyin locate the right part of the passage. Mana shu savolda javobi passageda qayerda berilgan? Bu endi keywordlar bilan, ismlar bilan, yillar bilan bu narsani topish oson. Nimaga? Multiple choice da odatda har bitta savolda javobi bitta paragrafda alohida berilgan bo'ladi. Tushunyapsan? Endi qarang. O'sha tekstni read and understand. Mana bu joyi sizga eng kerakli joyi. Nimaga? Qarang. Read and understand mana bu yerda xolasangiz 50 marta o'qing, xolasangiz 100 marta o'qing, xolasangiz borsin ana dictionaryni ishlatib o'qing, farqi yo'q. Guys,
practice'da bu narsa mumkin. Ya'ni uyda ishlayotgan paytingizda, vaqtga qo'ymasdan ishlayotgan paytingizda lug'atni ochib qiling-da. Endi keyin nima? Mana bu joyi juda ham muhim. Qarang. Answer the questions with your own words. Nima degani? Baraka topkur. Borda 4 ta variantdan bittasini shunday tanladi, davay keyingisiga o't degani emas. Savolga o'zingni og'zing bilan, o'zingni so'zing bilan javob berishing uchun ana endi sen tekstni 100% tushunishing kerak. Tekstni tushunmasdan turib bu ishni qilish qiyin. Mana siz eslaringizda bormi, yo'qmi? Maktabda ham mana ochiq test bo'lardi, yopiq test bo'lardi, to'g'rimi? Mana bittasi test, ikkinchisi bo'lsa yozma yoziladigan. O'quvchilar mana bundan qo'rqardi, zir titrardi. Yana yozmami? Test bering ustoz, chunki testda javob tanlash osonda, bolalar. Tushunyapsizmi? 4 ta variantdan bittasini tirs qo'yasiz, tamom, ketdi. Okay? So, endi nima qilishingiz kerak? Qiynalib, o'sha tekstni boshdan oxirigacha o'qib, ana u savolga javob topishingiz kerak. Savolga javob topganingizdan keyin nima qilasiz? Compare your answer with the options. Mana bu joyda nima bo'ladi? Odatda ikki xil variant bo'ladi. Birinchisi nima? Qarang. Birinchisi ana u 4 ta optionda butunlay boshqa variantlar, sizni javobingiz butunlay boshqa. Bunda nima degani? Siz tekstni nito tushundingiz degani. Tushunyapsizmi? Ya'ni savolga javob yozdingiz-ku, sizni javobingiz umuman boshqa narsa bo'lsa, siz tekstni noto'g'ri tushungansiz. Tamom. Endi keyingisini qarang. Compare qilasiz. Ikkinchi holat bo'ladigan bo'lsa, 4 ta options bor. 4 ta optiondan bittasi sizni javobingizga o'xshash, mana shu javob to'g'ri. Endi guys, qarang, bitta narsa. Siz bu usuldan real examda foydalanmaysiz. Chunki bu juda ham time consuming. Nimaga time consuming deyapman? Chunki tekstda 20 marta o'qib chiqish, dictionarydan foydalanib qilish, ma'nosini tushunish ozgina ko'p vaqt oladi. Men sizga real examda qiladigan texnikani ham ko'rsataman, faqat bundan keyin, okay? Lekin mana buni qilmasangiz foydasi yo'q. Bu yerda hozir nimalar bo'lyapti? Qarang. Birinchi o'rinda read and understand degan joyida siz lug'atni ham ishlatib, tushunishga harakat qilyapsizmi? Sizda general reading comprehension oshyapti. Okay? Xo'p. Answer the question with your own words degan joyda siz tekstni tushunishga o'zingizni majburlayapsiz. Va imminna mana shu ikkita stage sizni odam qiladi. Men buni isbotlab ham beraman, chunki bu meni odam qilgan. Okay? Tak, u daftarim bormikan endi? Yo'q, podvalda, bilmayman. Короче, guys, qarang. Daftarda ichida nima borligini taxminan aytaman sizga. Readingdagi passajlarning har bitta savoliga men yozma javob berib chiqqanman bitta. Tushunyapsizmi? Masalan, ketdi. Cambridge 6 test 1 multiple choice bor ekan. Birinchi savolda javobi qo'lda ketdi. Men bunaqa bo'lganligi uchun shunaqa bo'lgan. Optionlar mana bu variant meniki bilan o'xshash ekan, to'g'ri. Lekin men u yerda bilasizmi qancha narsa o'rganganman? Juda ko'p narsa o'rganganman. Hozir guys, qarang. Mana shu narsani siz bilan bitta praktik qilib ko'ramiz va siz menga bunga yordam berasiz, okay? Tayyor bo'lsangiz, menga bitta chaqmoqchani bosing guys. Menga energiyalaringiz kerak. Hozir o'zingiz ko'rasiz, to'shda bu narsa qanchalik foydali ekanligini, okay? Bitta chaqmoq bosing, tayyor bo'lsangiz. Va ana undan keyin men sizga elimination technique degan narsa bor. Ya'ni chopish, men qanaqa chopish kerakligini ko'rsatib beraman sizga, okay? Ketdikmi? Tayyormisizlar? Okay. Ready? Qancha practicedan keyin natija bilmadim, ustoz. What? Okay, tamam. Demak guys, qarang. Bizda reading passage bor, the future of cities va bu exam level, okay? Mana bu yerda ko'ryapsiz, 4 ta multiple choice'chasi bor. Men bu multiple choice'ni nima qilaman? Kelamanda faqatgina savolini olaman. Chunki menga anu variantlar kerak emas. Variantlar meni miyamni prosta dangasa qilib qo'yadi, boshqa narsa qilmaydi.
Demak, savolni o'zini olaman va savolni tushunishga harakat qilaman. Qarang. When staying in New York, okay, ya'ni New Yorkda paytida deyapti. The writer is frustrated by the fact that. Okay. Bizaga savol taxminan mana bunaqa. Why was the writer frustrated when he stayed in New York? Endi sizga savol, frustrated the tarjimasi nima edi? Ko'ryapsan? Guys, bitta narsa borda. O'quvchilar nima qiladi? Men dictionarydan foydalanmasligim kerak bo'ldi deydi-da. Mana savolni o'zida bir 4 ta yangi so'z turibdi. Savolni tushunmasdan readingni qilib boshlaydi. Readingni qiladi, tekst ichida 20 ta yangi so'z bor, uni ham tushunmaydi-da. Bitta variant shuni tanlaydi, keyin o'tiradi yig'lab, "Men reading hech qachon oshmayapti" deb. Frustrated tarjimasi nima edi, guys? Menga mana shuni ayting hozircha. Frustrated tarjimasini ayting. Men masalan bilmayman frustrated nimaligini. Asabiylashdi, g'azablandi. Oh, okay. Guys, aybga buyurmaysizlar, men hujum qilmaganman. Okay. Xafa, okay. Annoyed, asabiylashgan, irritated, great, good. G'azablangan, umidsizlangan, jazabiga tushgan, jahli chiqqan, zo'r. Ana endi oddiy savol. Writer nimaga asabiylashgan? Mana shu narsani topishimiz kerak. Bu yerda qarang. Guys, mana bunaqa narsa bor. Sotqin so'zlar yoki buni ba'zida keyword desak ham bo'ladi. Ya'ni tekstdan sizga savolni to'g'ri joyini topib beradigan so'zlar. Bizning holatimizda bu keyword bizaga New York bo'lyapti. Tekst qarayman, New York qayerda bor? Masalan, qaraysiz, Yevropa bor ekan, Manchester, Barcelona bor ekan, Singapur, opa, New York. Okay. Endi men boya sizga aytdim, multiple choice'da javobi bitta paragrafdan chiqadi. Hozir perhaps deb boshlangan, mana bu yergacha paragraf tugagan. Bu yerda New York bor, demak writerni nega frustrated bo'lgani taxminan mana shu yerda. Endi sizda hozir qilishingiz kerak bo'ladigan narsa, mana bu tekstni read and understand qancha kerak bo'lsa va answer the question. Mana bu savolga o'zingizni qo'lingiz bilan javob yozishingiz kerak. Ya'ni why was the writer frustrated? Nimaga writer g'azablandi yoki asab bo'ldi? Nimaga uni jahli chiqdi? Nimadan hafsalasi pir bo'ldi? Okay? Men sizga guys bu uchun 3 minut vaqt beraman. Shoshilmasdan faqat kommentariyaga so'z bilan yozing. Writer was frustrated because ketdi. Nima bo'ldi? U ko'chada kuchuk tishlab oldimi? Yoki New Yorkda narxlar qimmatmi? Yoki rangli insonlar bilan konflikt bo'lib qoldimi? Yoki ingliz tilini bilmaganligi uchun language barrier bo'lib odamlar buni mensimadimi? Men bilmayman endi. Paragrafni o'qish kerak hozir. Okay? Ketdi. 3 minut vaqt. Kommentariyada yoza olasiz. Men bunga ishonaman. Va hozir e'tibor bering. Mana 1280 taga chiqqandikda 1154 ta bo'ldi-ku, anu 130 ta uni qaradi. Passageni o'qib javob yozish kerak ekan-ku. Miyam og'riydi meni debda sekin chiqib ketdi. Okay, gapirmay turaman guys. Let's go. I think I will just turn off the
Alright. Guys, if you are ready, let's go. Keling guys, birga o'qiymiz. Okay, va tushunishga harakat qilamiz. Most of the time was spent to find food because there is no aynan good. There qarang. Savolga javob oddiy. Because there is no fruit and nutrition. Qarang, boshni o'qiymiz. Perhaps some clear government direction would benefit other cities. Take New York City, a place where I frequently meet up with other researchers in my field. Endi qarang. Luckily, yaxshiyamki, I'm driven from the airport to the research center. Demak, aeroportdan primoy research centerga ketaman deyapti. Xo'p. So, do not need to navigate freeways and constant congestion. Ya'ni, anu probkalarda yoki bo'lmasa freewaylarda men qolib ketishim shart emas deyapti. Xo'p. Admittedly, my experience of the urban lifestyle here is limited to the hotels I stay in and the blocks within the 3-kilometer walk. Demak, bu yerda aytayapti, men faqatgina mehmonxonaga boraman va uyimdan 3 kilometr uzoqda bo'lgan research centerga va buni deyapti, admittedly deyapti. Bu narsadan u frustrated emas. Hammasi joyida. Endi qarang, but deyapti, lekin qachonki men xonamni chiqsam in search of outlet bu yerda shahobcha, magazincha, ovqat ta'minlaydigan narsa, providing fruit or anything with nutritional value deyapti, none can be found. Uydan chiqib birorta bir mevami yoki bo'lmasa bir nutritional value ga ega bo'lgan qanaqadir bir ovqatni qidiraman desam, birortasini topib bo'lmaydi. Qarang aytib. It seems ridiculous that this should be the case. Ya'ni bu narsa juda ham g'alati. Endi qarang. New York has made great advances in redeveloping its museums and art centers, but authorities must recognize people's basic needs must be met first. Demak qarang. Bizning javobimiz hozir oddiy. The writer is frustrated because he could not find fruit and food with nutritional value. Demak, ozuqaviy miqdori juda ham yaxshi bo'lgan ovqat yoki bo'lmasa qanaqadir bir mevalar topolmaganligi uchun u frustrated bo'libdi. Endi variantlarni ko'ramiz. Qarang. Menga variantlarni o'qigan holda qaysi javob to'g'ri ekanligini kommentariyaga yozingchi. A, B or C. Masalan, biz hozir variantlarni ko'rmasdan o'zimiz javob topdik. O'sha javobimizga yaqin bo'lgan nimadir bormi? Qarangchi. Variantimizga yaqin bo'lgan nimadir bormi? Aylanib ketay. Abdushi, zo'r. Endi men sizga qiziq joyini aytaman hozir. Men javob beraman. Agar hozirgidek variantsiz tekstni o'qiganingizda siz B olgan bo'lardingiz. Nimaga? Chunki mana bu yerdagi traffic problems bilan o savoldagi congestionni ko'rardingizda aytardingiz, men buni topdim" derdingizda javob B olarardingiz. Tushunyapsizmi? Guys, buni hammasi oddiygina shoshilishdan kelib chiqadi. Ular ham jinni emas-da. Men bu savolni tuzayotganlar ham jinni emas. Bundoq qaraydi, o'quvchini qanaqa chalg'itsa bo'ladi. Mana shu yo'llarni ko'radi-da, variantni ham shunga qarab moslaydi, guys. Tushunyapsizmi? So, hozir bizga to'g'ri javob A bo'ladi, chunki healthy food nimaga teng bo'lyapti? Ana yerdagi fruit yoki bo'lmasa anything with nutritional value, okay? So, cannot be obtained degan joyi bo'lsa, none can be found degan narsaga teng bo'lyapti. Demak, javob hozir 100% A. Endi men sizga qiziq joyini o'rgataman, guys. Qarang. Tak. Guys, qarang. Sizni asosan nima oyog'ingizdan uradi? Keling, mana shu narsa haqida gaplashamiz. Tak. Buni yana maydalab tushuntirishga harakat qilaman. Okay, qarang. Universitetda o'qiydiganlar bormi oralaringizda? Bitta plyus qo'ying kommentariyaga. Kimlar institutda o'qiydi? Yo'q, vocabulary emas. Men imенно specific bo'lyapman, ya'ni multiple choice da.
ko'p, a? Bor. Okay. Zo'r. Okay. Endi qarang. Oraliq savollarda endi sizlar eslaysizlarmi, bizning davrda shunaqa edi. Test bo'lsa, eng uzun variant to'g'ri javob. Shunaqa? Eslaysizlarmi? Shunaqa bo'lganmi, yo'qmi? Bitta tanib olib tashlanglar, tamom. Masalan, biza men narxozda o'qiganman. Narxozda paytimda shuni testga kirardik. Savol turardi. Yalpi ichki mahsulot nima? Odamlarning yegani, hayvonlarning ichgani, mashinalarning soni keyin ketdi. Bir davlatda uni fuqarolari tomonidan iste'mol qilingan xizmatlar yoki bo'lmasa nimalarni puldagi ifodasi deb uzun qo'yib qo'yardi. Biza mana shundan variant topa olardik-da. Endi qaramasdik ham, qaramasdik ham. Yeah, that's true. Qaysi uzun bo'lsa o'sha javob. Nimaga? Buni sababi oddiy. U yerdagi o'qituvchilar, ya'ni u yerdagi teacherlarga test tuzgani uchun bir ortiqcha pul berilmaydi-da, tushunyapsizmi? Masalan, bu yilgi oraliq kimga tushgan? Paloncha kafedraning mudiriga ketadi. Mudir aytadi, "Sen test tuzasan" deydi. Ana u odam o'zi bechara, oilasida problema, bolasini bog'chasini pulini to'lash kerak, ustiga ustak test. Nima qiladi? Tapur tupur boshqa variantlarni qo'lda miyani ishlatmasdan yozadi-da, to'g'ri javobni copy paste qo'yadi. Lekin, guys, mana bunaqa narsa Cambridge'dagi teacherlar yoki bo'lmasa test makerlar unaqa jinni emas. Ular har bitta variantni shunaqa tayyorlaydi. Sizda ko'zingizga 4 ta javob ham to'g'ridek ko'rinadi. Okay? Bu ularga nima uchun kerak? Birinchidan bu testni tabiati, ya'ni haqiqatan ham siz bu narsani tushunyapsizmi yoki yo'qmi? O'sha uchun. Ikkinchisi, qolgan variantlarni chalg'itib qilishini sababi sizni yiqitish va yana qaytadan test topshirtirishga majburlash. Masalan, ularga ham yaxshi-da, readingni bundoq oldingiz, 40 tadan 12 ta ishladingiz, hamma joy dabdalasi chiqib ketdi, 2 oydan keyin yana kelib topshiryapsiz. Ularga siz 2 million pul emas, birdaniga 4 million pul beryapsiz. Tushunyapsizmi? Endi qarang, Cambridge'da test tuzayotganlar qanaqa qiladi? Ana u variantlarning o'zini xususiyati bor. Qaysidir variant, qarang, e'tibor bering. 50% sizga true bo'ladi va 50% u narsa yo false bo'ladi, yo not given bo'ladi. Ikkinchisi, 50% true bo'ladi, 50% not given bo'ladi. Uchinchisi, 100% false bo'ladi. To'rtinchisi, 100% not given bo'ladi. Okay? Va beshinchisi bizga albatta 100% true bo'ladi. Lekin siz aynan shuni to'g'ri javob deb o'ylamaysiz. Endi bitta narsa bor, guys, qarang. Real examda javobni 100% topish usuli. Bu qanaqa? Nimani misol qilib aytsam ekan sizlarga? Urush haqida kino ko'rganmisizlar, yo'qmi bilmayman. Mana urush tugagandan keyin yerda yotgan o'liklarga yana bir martadan o'q otib chiqishadi. Endi bu kitobda ham yozilgan, ko'rganmisizlar yo'qmi? Ikkinchi jahon urushida shunaqa qilishgan. Mana bitta poliyada urush qilishdan, poliyada urush qilgandan keyin yerda yotgan o'liklarga dushman tarafni avtomatini olib, ya'ni o'zinikini ishlatmasdan, yana yerda bittadan otib chiqqan. Tushunyapsizmi? Chunki u yerda qaysi turi o'zini o'likka solayotgan. Bu askarlarga o'rgatilgan. Toshda masalan 5 minutgacha nafas olmasdan yotish, 4 minutgacha, 3 minutgacha yoki o'zini o'lganga solish. Bu trenirovkada qilinadi-da. Endi mana bu multiple choice ham xuddi shunaqa. Guys, qarang. 4 ta variantmi? 4 ta variant. Siz ularni ichidan bittasini tanladingizmi? Ana u qolgan 3 tasini otib tashlang. Otib tashlang deganda nimani nazarda tutyapman? Prosta tak ruchka bilan ustiga ma deb urish emas. Nega shu javob xato? Mana shu savolga javob berish kerak. Hozir ko'ramiz, qarang.
Bu savolga javobingiz odatda 4 xil bo'ladi. Aytishingiz mumkin. Bu 50 ga 50 to'g'ri, ya'ni men bu joy berilgan, bu joy yo'q. Men bu joy berilgan, bu joyi xato. Bu butunlay noto'g'ri javob. Mana bu butunlay not given javob. Masalan, qarang, hozirgi testda ham qolgan variantlarga qarasak, qarang. Bad road design causes daily traffic problems. Mana bu narsa nima? Bu 50% true. Nimaga? Chunki u yerda congestion bor, lekin 50% false. Nimaga bu aytyapti? Luckily, man bunda yurmayman deyapti. Chunki nimaga? Meni olib ketishadi deyapti. Demak, bu frustrated emas bundan, tushunyapsizmi? Demak, o'sha uchun hozir aytsak bo'ladi, B bizaga xato javob. Mana shunaqa qilib har bitta variantni nega xato ekanligini isbotlab uni otib tashlashingiz mumkin, guys. Okay? Biz hozir aytyapmiz, B variant xato. Nimaga? Writer aytyapti, luckily deyapti. Bu buni problemasi emas. Tushunyapsiz? Yoki qarang, C da aytyapti, certain venues cannot be reached by foot. Demak, certain venues debdi, nimani nazarda tutgan? Tekstimda qaraymiz yana, ana yerda muzeylar, nimadirlar bor edi. New York has made great advances in developments, museums and art center, but authorities must recognize Okay. Xo'p, hozir bizaga qarang, certain venues bor, da, yes, true, lekin bu 50% true, bu haqida gap bor, lekin qani bu yerda cannot be reached by foot degan narsa bu bizaga not given ku. Demak, C ham albatta xato. C javob noto'g'ri hozir. D ga qarang, visitors are all directed to the same kind of place. D bizaga vapshe bu haqida info yo'q. Demak, bu bizaga 100% not given. Okay? Va A variant bizaga hozir to'g'ri. Nimaga? Albatta so'zma-so'z paraphrase qilib ko'ring, ya'ni sinonimlarini ko'ring. Bu yerda aytyapti, healthy food bormi? Healthy food da bor. U yerda nima? Nutritional value ni aytyapti? Fruit ni aytyapti. Cannot be obtained ni nima deb aytgan? None can be found. Birortasini topib bo'lmaydi deyapti. Demak, bizaga A javob to'g'ri. Demak, guys, qarang. Sizda ideal yo'lingiz qanaqa? Ideal yo'lingiz juda ham oddiy. Birinchi o'rinda, men boya tepada aytgan usulda normalniy multiple choice ishlaysiz. Ya'ni oldin savolni o'qiysiz, to'g'ri joyini topasiz. Xuddi hozirgidek variantlarga qaramasdan variantga, savolga javob yozasiz. Javobni variantlar bilan compare qilganingizdan keyin hozir men sizga aytgan o'sha variantlarni otib tashlash usuli bu use elimination technique. Ya'ni nimaga noto'g'ri ekanligini siz u yerda prove qilishingiz kerak. Va iloji bo'lsa, mana shu prooflarni yozing. Men boya aytdim-ku sizga, daftarim bor, o'sha daftarni ko'rsataman sizlarga dedim. Daftar taxminan qanaqa? Mana bunaqa yozilganda, qarang. Tepada title, ya'ni qaysi kitobdan ishlanyapti bu? Masalan, Cambridge 12 dan, masalan, test 3 dan, passage 2. Okay? Savol turi nima? Savol turi shunchaki multiple choice. Ketdi. 13-savol masalan. Okay? Passage 2 bo'lgandan keyin 14-savol. 14-savolda savolni albatta yozing. Masalan, why is the writer frustrated? Tamom. Endi my answer dingda, men bu yoqqa o'zingizni javobingizni albatta frustrated, sorry. My answer, yep, spelling. My answer, mani javobim. Mana bu yoqqa albatta yozing. Okay, the writer is frustrated because he couldn't find fruit or healthy food. Mana siz javobingiz. Endi qarang, options kerak bo'lsa mana bu yoqqa optionlarni bitta-bitta yozing, lekin to'liq yozishga hech qanaqa vaqtingiz yo'q. O'sha uchun nima deysiz? A deysiz, ya'ni matches deysizda was my answer. Mani javobim bilan bu to'g'ri kelyapti. B deysiz wrong. Nimaga wrong? Bu 50% true, 50% false va o'sha 50larni albatta yozing. 50 masalan food haqida gap bor, lekin bu buni muammosi emas. C 50% true, anu 50% not given. D bo'lsa 100% not given. Mana bu uje guys san'at asari. Siz bitta savol turiga masalan prosta tak o'qib, prosta tak variant tanlab keyingizga o'tib ketganingizdan ko'ra mana bu usulni qilsangiz sizda 100% ko'tarib beradi guys. Okay? Tushunyapsizmi? Endi tasavvur qiling, har kuni 10 tadan mana shunaqa reading multiple choice qiladigan bo'lsangiz bor-ku, 2 oyda like warum nicht deydi-ku nemislar. I mean, why not? Ko'tariladi readingiz. Abdushi ko'tariladi. Faqat men bu
o'qib tushunishadigan paytida lug'atdan foydalanib so'zlarni tarjima qildingizmi, u yerdagi albatta so'zlarni yodlash kerak. Buncha yig'ladi qizcha. Men masalan e'tibor bermayapman mana shunga, Muhsina. Come on. Yeah. Okay. Endi давайте yana bitta qilib ko'ramiz, guys. Okay? Xuddi mana shu narsani. Qarang. Mana bu yerda savol bor. Tak, savolga qarang. O'zi yana bitta qilishga tayyormisizlar? Did you like it? Ready? Bitta olovcha bosing, tayyor bo'lsangiz. Men savolni beraman, paragrafni beraman, yana undan keyin hozirgidek tahlil qilamiz. Okay? Ready? Yes sir. Qani olov. Yo'q tashinglar, uydan sakrab chiqib ketay, uyim yonyapti deb. Tavba qildim, astagfirullah. Okay. Ketdik guys, qarang. According to the writer, bitta savolni ataylab tashib ketdim orada. Savol mana shunaqa ekan xullas. According to the writer, the problem with some planners and developers is that they. Demak, writerning fikricha, o'sha city plannerlar bilan bo'lgan muammo nimadir ekan. Bizga qanaqadir muammo haqida topishimiz kerak. Ya'ni what's the problem? Mana shu narsani tushunishimiz kerak. Xo'p, where planners are going wrong. Mana shu paragrafda beradi, katta ehtimol bilan. Qarang, men sizga tashlayman paragrafda, sizni javobingizni kutaman. Okay? Tak. Mana shu paragrafni o'qingda, okay? Mana shu gapni davom ettiring. Ya'ni according to the writer, the problem with some planners and developers is that they Man mikrofon bilan kameramni o'chiraman. Bemalol javob beringlar. Birdaniga yo'q qutib paydo bo'laman men bu yerda. Okay? Let's go. All right. Okeylar, ketdik. All right. Okeylar, ketdik. So, javob yozib bo'lgan bo'lsangiz, keling birgalikda o'qiymiz. Nima deyapti? Короче, mana shu. The issue is that it often attracts the same viewers. No that. Yeah. Ular pul uchun qilmaydi, ishligini qilishmoqchi.
Xo'p, ketdik qarang guys. So where are planners and developers going wrong? Ular qayerda o'zi problema qilyapti? Qayerda bu narsa neto ketyapti? Aytib qo'ygan, inviting a group of locals to attend a consultation event is the conventional method for discovering what community might want. To'g'ri, sizlar da. Qarang guys. Ana shahar qurishmoqchi, to'g'rimi? Men masalan qayerdadir bitta ochiq joyda shahar qurmoqchiman. Aytyapti. O'sha mahalladagi, atrofdagi mahalladagi 4 ta 5 ta odamni chaqirtiraman konsultatsiyaga. Bu nima degani? Aka, xush kelibsizlar. Va shahar qurmoqchi edik. Sizlarga nimalar kerak o'zi deydi. U yerdagi o'sha har doimgi 4 ta boboy, 4 ta kampir aytadi, shu bizga bitta choyxona qilib bersang, kampirlar aytadi, shu bizga bitta chorpiya atrofida bir daraxt-paraxt yuksaklab bo'ldi, boshqa narsa kerak emas, bitta magazincha bo'lsa deydi. Aytyapti, qarang. Mana shu usul bu conventional method, ya'ni bu prosta tak odatiy usul, ya'ni traditional method for discovering what the community might want. Ya'ni butun boshli o'sha yerdagi jamoa nimani xohlashi 4 tagina odam orqali bo'lyapti. Endi qarang. The issue here is that bu yerdagi muammo, it often attracts the same few voices with the same few wishes. Ya'ni o'sha yerdagi bir xil odamlar va ularni bir xil ehtiyojlari bo'ldi. Mana yosh bolalar nima xohlayapti, Generation Z nima xohlayapti, hech narsa yo'q. But the internet now makes it possible for others to contribute. Demak, hozir internet orqali boshqalar ham contribute qila olar ekan. Qanaqa? Community website, ya'ni o'sha jamoani websayti bor ekan, can be place where local people propose ideas for making their neighborhood a better place to live. Masalan, bitta websaytni shuni gruppaga tashlaydi. Mana odamlar mahallamiz yangidan bo'lyapti. Sizlarga nimalar kerak? Yozinglar. Katta odamlar anonim yozadi. Menga bitta klub kerak, menga bitta sinema kerak, bizga universitet qurib beringlar, education center quringlar, boshqa. Endi qarang. Developers that pay attention to these ideas can get a clearer picture of things residents actually want and reduce the risk of throwing away money on things they don't want. Demak, odamlar xohlamaydigan narsaga pul sarflagandan ko'ra, mana shu ideyalarni o'qib chiqib, jamoaga aslida nima kerak, o'shani qila olar ekan. An example of the project o'zi ketdi. Endi bizning javobimiz nima? So the problem is they listen to the same people. Tamam. Endi men sizga hozir variantlarni beraman. Qarangchi. Your answer, sizning javobingiz nima hozir bu yerda? So, gee, okay. D, alright. Nice. D. Aylanib ketdi. Endi menga to'g'ri javob kerak emas. Menga anu qolgan variantlar nimaga noto'g'ri ekanligini isbotlab berishingiz ham kerak. Okay? Qarang. Developerlar distrust qilyapti ekan. Technologyga u baraka topkur. Nabarotku. U yerda ular website orqali odamlarni eshitishyapti, to'g'rimi? Demak, A bizaga hozir 100% false javob. Ya'ni A javob bizaga 100 talik false. Ya'ni xuddi mana shu gapni teskarisida bizaga passageda. Qarang. Distrust the use of certain technologies for communication. Unaqa emas. Naborot, communication uchun ular websaytdan foydalanyapti. Ya'ni o'sha jamoadagi odamlarga aslida nima kerak? Mana shu narsani discover qilish uchun ular websaytdan foydalanyapti. Bu bir. Endi create buildings using traditional construction methods. Baraka topgirda u yerda conventional degan so'z bor, lekin gap umuman boshqa narsa haqida ketyapti. Okay? Qarang. Variantda
Variantda bizga aytgan construction method haqida gap ketyapti. Construction method deganda nimani nazarda tutyapmiz? Mana har doim g'ishtdan quradi, tagi beton, ustini suvoq qiladi, tomni shipir bilan yopadi, bo'ldi. Okay? Mana shu construction method. Textda bo'lsa city planning haqida gap ketgan. Demak, bizga hozir aytsak bo'ladi, B bizga 100% not given. Butunlay boshqa narsa haqida gap ketyapti. Cni qarang, tend to put profits before the needs of residents. Endi sizga savolda throw away money degan narsani ko'rgan odam, bu odatda qanaqa? Men bu readingga taxminan 5,5-6 larda yurgan bola, okay? Throw away money degan narsani ko'radida, pulni isrof qilyapti. Menimcha shular sementdan urib qolib korrupsiya qilyapti-yo. Menimcha shularga faqat pul kerak, deydi-da. Men bu yerda ketdi. Profitga sinonim deb yuboradi-da, C to'g'ri deb yuboradi. Aslida gap butunlay boshqa narsa haqida ketyapti. Ya'ni qarang. Bu yerda aytgan, put x before y, bu narsa paloncha narsani pismadonchadan ustunroq qo'yadi degani. Masalan qarang, do not put your work before your family bo'ladigan bo'lsa, baraka topko'r. Ishingni oilangdan ustun ko'rma degan narsa. Tushunyapsizmi? Ya'ni qarang, I put x before y deydigan bo'lsak, menga paloncha narsa muhimroq, chem pismadoncha narsadan ko'ra degan ma'no bo'ladi, guys. Okay? So, endi bu yerda aytayapti, ularga pul muhimroq ekan, chem odamlarning ehtiyojidan ko'ra. Textda g'irt teskarisi-ku. To'g'rimi? Ularga odamlarning ehtiyoji kerak, o'sha uchun veb-sayt quryapti, o'sha uchun odamlarni eshityapti va bu narsa ularga pulni isrof qilmaslikka yordam beryapti. Demak, ularga foyda haqida hech qanaqa gap yo'q. Endi D, rely on the opinions of narrow range of people. Demak, voices degan narsa bor edi, bu bizga opinions ga tushyapti. Voices bizga people ga tushyapti. Ana u yerda wishes degan narsa bor edi. Bu narsa bizga tushyapti opinions ga. Demak, javob D. So, qalay bo'ldi tahlil, guys? Aytishingiz mumkin, ustoz, bu o'zi oson test deb, lekin istalgan testni xuddi mana shunaqa taxmin qilsa bo'ladi. Har doim qaysidir variant 100% noto'g'ri bo'ladi, qaysidir variant ozgina not given bo'ladi, qaysidir variant 50 ga 50 bo'ladi va u yerda albatta to'g'ri javob bo'ladi. To'g'ri javobni ham xuddi hozirgidek isbotlash mumkin. Okay? Bu narsani qilaversangiz, guys, sizda tahlil tezlashtiraylik. What the hell? Guys, look. I'm not giving you a fish, okay? I'm teaching you how to catch a fish. Men sizga hozir bu yerda qanaqadir lug'at o'rgataman yoki grammar o'rgataman deb kelganim yo'q. Usul o'rgatyapman. Mana shu usulni uyda o'zingiz qilsangiz yaxshiroq bo'lib ketadi. O'sha uchun masalan, ikkita savoldan sizga hozir 1,5 soat tushuntirib berdim. Lekin o'ylayman, to'g'ri 100% to'liq tushundingiz, okay? O'zingiz qiladigan darajada. So, kitob qaysi? Darsning rekordini qilib berasizmi? Iltimos, darsdan keyin rekording tashlab bering. Chotki, real exam darajasi mock testlar kerak bo'lsa, olinglar lichkamda. Okay. Good. That's wonderful. Let's more. Okay, let's do one more time. Cutting. Like, if you want, why not? What is the writer doing in the 5th paragraph? Demak, 5-paragrafda writer nima qilyapti? Biz 5-paragraf topamiz. 5-paragraf taxminan shuni orqasida. Amsterdam example here. Yeah, okay. Ketdi. What is the purpose of this paragraph? Xuddi hozirgidek menga savolni o'qib, tekstni o'qib, ma'noni tushunib, kommentariyada javob yozishga harakat qilingchi. Bu masalan ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin. Men har doimgidek ovozim va mikrofonimni o'chirib, sizlarni kutib turaman. Let's go.
Alright. Guys, I'm back. Tamam, ko'raylikchi. Nimalar qildinglar? Konteyner uylarning foydalari haqida gap ketdi. Ayniqsa pul tejovchilar. Okay. I need versions to verify my answer. Great. Просто javobingizni yozing bo'ldi. Boshida keldi, уже key. Okay. Container city created dormitories to house students. Great. Illustrating about container city in London's Docklands House. Okay. In this comparison between containers of London. Okay. Okay. Construction. Purpose of this paragraph is to explain the differences of residential areas which is consisting containers and providing advantages to. Okay. Zor. Gapness. Gap bo'lishi mumkin emas. Right. Building house was container which reduced price. Chotka. Ketdik guys, qarang. Birgalikda ko'ramiz endi nima bo'lyapti o'zi bu yerda. Qarang. Example of project that truly meets the needs of residents in container city developed in London's Docklands area. Demak, odamlarning ehtiyojlariga 100% javob beradigan shaharcha bu Docklands City ekan, bu Londonda, xo'p. Constructed from metal containers once used to transport cargo on ships. Demak, kargolarni transport qilishga ketkizgan o'sha katta konteynerchalar bo'ladi-ku, o'shalardan qurilgan ekan. It's a 5-story architectural masterpiece. Demak, 5 etajlik bitta shoh asar ekan, ya'ni qurilish shoh asari, ya'ni shedevr deydi-ku, o'shanga o'xshagan. The containers have been turned into sunny work studio, hop, and despite their limited size, some come with a bed, shower and kitchen unit. Demak, ichida ba'zilarini, demak, razmeri kichkina bo'lsa ham, o'sha divani, dushi, oshxonasi bor ekan. Smart planning and skillful construction mean they take up very little room. Mana shu gapdan chiqyapti-da, guys, qarang. Ya'ni, agar planningni smart qiladigan bo'lsak, hamda skillful construction qiladigan bo'lsak, u yerda joy juda ham kam ketadi. And furniture and fittings are made from recycled products. Hop. Other countries have their own versions. Container city, misol uchun Amsterdamda, Copenhagen'da container dormitories to house students. But the Docklands sites show that how work and living areas can be effectively combined. The units are ideal for young entrepreneurs hoping to start a business while keeping costs down again. Hop, tushunarli. Aytsak bo'ladimi, guys? To show why smart planning is important. Nima deb o'ylaysiz? Yaxshi javob bo'ladimi mana shu? Is it a good answer? Is this a good answer? Yes, no, not given. Exactly, maybe 50-50. Excellent, yes, maybe. Ketdik, variantlarni ko'ramiz. Va variantlarda albatta bizga noto'g'ri javoblarni chiqarib tashlashimiz, to'g'ri javobni esa topishimiz kerak. Qarang. Explaining which construction materials. Sizga savol. Qurilish materiali haqida gap ketdimi? Masalan, temir yaxshiroq yog'ochdan degan narsa ketdimi? Masalan, to'g'ri u haqida gap bor, metal container deyilgan, lekin butun boshli paragraf nega aynan o'sha material yaxshiroq haqida gap ketdimi? Masalan, agar A bo'lganda taxminan mana bunaqa narsa bo'lishi kerak edi. Demak, metal konteynerlar boshqa g'ishtdan, loydan yoki yog'ochdan ko'ra yaxshiroq, chunki ular issiqlikni ham, sovuqlikni ham yaxshi o'tkazadi, tokni ham yaxshi o'tkazadi, chirimaydi, balo qiladi, battar qiladi deb turib metal haqida gapirish kerak edi. Metal haqida gapirmadi-da. Bu haqida gap yo'q. Endi deydi qarang, proposing which specific urban locations should be developed. Demak, bizaga aytdimi qanaqa urban location? Ya'ni center kerakmi bizaga yoki bo'lmasa daryoni oldimi, ko'lni oldimi? Bu haqida gap bormi? Nima deb o'ylaysiz? Da aytdi, Londonda dedi, Copenhagen'da dedi, o'sha Daniyada, Amsterdamda dedi, Gollandiyada, lekin bu yerda hech qanaqa gap yo'q-da, to что butun boshli paragraf bu haqida emas. Okay? No.
Yeah. Comparing reasons for choosing to leave it, no, bu ham Newton. Qarang guys. Emphasizing the importance of clever design in small spaces. Ya'ni kichkina joydan ham qanaqa qilib katta foyda olsa bo'ladi, shu haqida boshdan oxirigacha gap ketdi, to'g'rimi? Ya'ni aytdi, Londonda mana kichkinagina joyda dizaynni to'g'ri qilganlar, ichida dushi ham bor, divani ham bor, oshxonasi ham bor. Demak, tepada boya bitta aytgan gapim. Ya'ni butun boshli paragrafga mana shu gap hozir bizaga topic sentence bo'lyapti. Ya'ni smart planning and skillful construction mean they take up very little room. Demak, bizaga to'g'ri javob bo'ladi. B, qolganlarini ko'rdingiz nega xato ekanligini. Okay? B ekan javob, yeah. Yeah. Okay. Guys, tushundingizmi? Multiple choice ni qanaqa qilib ishlashni va shu bilan birga general Englishni oshirishni. Bundan oldin sizga bitta savol beray. Oshirishni. Men sizga hozir javob yoz deganimda tekstni tushunishga, tushunish uchun o'qidingizmi? Endi kommentariyaga nimadir yozish kerak-ku, to'g'rimi? Javob yozish kerak. Javob yozish uchun esa tekstni tushunishingiz kerak. Imенно mana shu step sizda general Englishingizda yaxshilab beradi. Okay? Qolganlarining foydasi yo'q. Tezgina o'qib, tezgina variant topishda hech qanaqa foydasi yo'q, guys. Okay? O'zingizni o'zingiz tushunishga majbur qilasiz variantlarga qaramasdan turib o'qisiz. Okay? Yeah. So, tushundingizmi multiple choice'da qanaqa qilib ishlash va shu bilan birga general Englishda oshirishda. Bu usulda 2 oy mobaynida, 50 kun mobaynida tinmasdan qilsangiz, readinglaringiz cho'tka o'kida. Okay, great. Zo'r. Which books would you recommend to improve vocabulary? Vocabulary for what? Aynan nimaga vocabulary kerak? Speakingga bo'lsa alohida 10 ta kitob bor. Readingga bo'ladigan bo'lsa, article, Cambridge kitoblarini o'zi yetadi. Okay. Hammasi da. Vocabularyga general Englishga borib taqalyapti. Okay. Do you have any questions? Kimda bugungi dars bo'yicha savol bor, guys? Kimda bugungi dars bo'yicha savol bor? So, haben Sie eine Frage? Yes, no? Kommentlarni ko'raylikchi. Tak, ko'pchilik kalla ishlamay o'zi chiqib ketdi. Okay. Real examda time bilan qanaqa ishlashimiz mumkin? Guys, ishoning, men bu time managementda vocabulary o'zi yaxshi bo'lib ketadi, ishoning. Vocabulary qilganingizdan keyin, general comprehension yaxshilaganingizdan keyin hamma zo'r bo'lib ketadi. Okay? So, real examgacha okay. Tak. Real examni tushuntirmadingiz-ku qanday ishlanadi. Real examda ham xuddi mana shunaqa narsa. Real examda savolni o'qiysiz, variantlarga qaramaysiz, tekstga borib, xuddi mana shu jarayon sal tezroq bo'ladi faqat bitta joyi, ani qo'lda yozmaysizda, miyada aytasiz, demak, mana shunaqa ekan deysiz, variantlarga kelib qaraysiz, o'sha o'ylagan narsangiz bitta variant turadi. Qolganlarni tirs chopasiz, o'sha variant tanlab ketasiz. Okay? Speaking books. Okay. I'm sorry. Yomon ko'raman bitta gapni 50 marta yozganlar. Shuning uchun xayolda xuddi ko'p odam yozgandan ko'rinadi, aslida 4 ta odam bitta gapni yozayotgan bo'ladi. Kerak emas.
Yozmasdan miyada... Da, miyada bajarsangiz bo'ladi. Yep. Rekord qilindimi? Rekord qilindi. Kursingiz bormi? Kirmoqchiman, teacher. Guys, kursim hozir yo'q. Hech qanaqa qabul yoki boshqa yo'q. Lekin nasib bo'lsa, mayda oxirlarida, mayda 20larida, 25larida o'sha 2 oylik qilib katta bitta kurs ochyapman. Readingiz bilan listeningizni bemalol 5,5-6 dan tagoy 7+ ga chiqarib beradigan. Hozircha buni qabuli yo'q, okay? Agar kutib tursanglar, shu kanalda ham, o'zim kanalimda ham e'lon qilaman. O'sha payt qo'shilsanglar bo'ladi. No problem. Muhim vokabni qayerdan topsam bo'ladi. Cambridge'larni ishlang, o'zi Cambridge'lardagi vokabularilar hammasi muhim. Yep. Shu metod bo'yicha bir kunda qancha reading qilish kerak 7 olish uchun? Bir kunda 1,5 soat ishlasangiz bo'ldi. 1 oy ishlasangiz, masalan 6 dan 7 ga ko'tarilib chiqa olasiz. Okay? Yo'q, bugun eng katta kurslar tugaydi 3 oylik. Yo'q, u hali tugamaydi. Uni 10 kunlikmi darsi bor hali. Yeah. Okay. So, guys, sizlarga yana bitta dars o'tib beraman nasib bo'lsa, keyingi darsimiz sizlar bilan lug'atni fol ochib topish temasi bo'ladi. Buni aytaman qachon o'tishimizni. Xo'p, hozirgi dars haqida fikringizda katta kanalimga yozsam, katta kanalga deb aytib bera olasizmi, guys? Is it okay? Men katta kanalga bitta post yozaman. Tak, hozir shoshmang. Tak, hozirgina 1+1dagi jangchilar bilan darsimiz tugadi. Aya, mikrofon yoniq. Kommentda ularni fikrini ko'rishingiz mumkin. Aya, mikrofon yoniq deyapman. To'xtab turing. Okay, guys, go to this post and leave your comments there. Okay? Tamam. Xo'p, hammaga rahmat. Video recording darsim o'tay. Video recordingni tashlab qo'yaman. Charchamanglar, sog' bo'linglar, gaplashamiz.